Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Jo'rayev Samandar, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo'nalishi birinchi kurs talabasi hisoblanaman. Shu bizda akademik ko'nikma fan bo'yicha ikkinchi mustaqil ishimiz uchun Fransiya iqtisodiyotini tanlab oldim va sizlarga 18 ta kriteriya bo'yicha ma'lumotlarni tahlil qilib bermoqchiman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana umumiy ma'lumotlar, iqtisodiyotining tarixi, qishloq xo'jaligi, energy sektor, ya'ni energiya iste'moli haqida va industry va juda ko'p sohalarni bugungi taqdimotimizda qo'ldan kelgancha ko'rib o'tamiz. Shu Fransiya haqida umumiy ma'lumotimiz shu Fransiya G'arbiy Yevropadagi davlat, g'arbda va shimolda Atlantika okeani hamda La-Mansh bo'g'ozi, janubda esa O'rta dengiz bilan o'ralgan. Maydoniga keladigan bo'lsak, buning maydoni 674.687 kilometr kvadrat hisoblanadi. Bu 2024-yilgi ma'lumotlarimizga qaraganda 66.561.000 kishini tashkil etmoqda. Poytaxti shu o'zingiz bilganingizdek Parij shahri hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda Fransiyaning shu siyosiy xarita bo'yicha joylashgan o'rni. Mana chap tomondagi Fransiya shu quruqlik, ya'ni yaylov qismlari, ya'ni tog'li, past va tektonik qismlarini ko'rishingiz mumkin. O'ng tomonda esa bu Fransiyaning siyosiy xaritadagi o'rnini ko'rishingiz mumkin. Shu chap tomonda shu Atlantika okeani, o'ng tomonda esa Yevropa davlatlari bilan chegaradosh hisoblanadi. Undan iqtisodiy rivojlanish tarixiga keladigan bo'lsak, Fransiya iqtisodiyoti shu asosan eng yaxshi rivojlanib boshlangan davri bu Ikkinchi jahon urushidan keyin hisoblanadi. Ya'ni imperializm, ya'ni 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida umumiy urushlar va Ikkinchi jahon urushidan keyingi ijtimoiy davlatning yangi sanoat inqilobi boshlangandan so'ng bu Fransiya iqtisodiyoti juda yaxshi rivojlana boshlangan. Fransiya iqtisodiyoti hozirgi holatini aytadigan bo'lsak, hozirgi holat 2020-yilda 8,2% ga, ya'ni 2019-yilga nisbatan 8,2% ga pasayganligi. Bu ma'lumotlar siz ham Google brauzerdan kirib topishingiz ham mumkin. 2020-yilning 4-choragiga kelganda Fransiya yalpi ichki mahsuloti, ya'ni YAIMi 1,4% ga pasayganligini ko'rishimiz mumkin. Qayd etilishicha, 2020-yilda Fransiya iqtisodiyotining faolllik darajasi 2019-yilning mos davriga nisbatan 4,9% lik tafovut bilan yilni yakunlagan. 2020-yilda global mudofaa xarajatlari 1,8 trillion dollarga yetdi va yillik o'sish 3,9%, ya'ni 3,9% ga o'sganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda GDP, ya'ni jon boshiga masalan 1820-yildan 2018-yilgacha ma'lumotlarimizni ko'rishimiz mumkin, ya'ni o'sish sur'atlarini, tendensiyasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda eng yuqori cho'qqisi 2018-yilga to'g'ri kelmoqda. 35 milliard dollardan yuqori hisoblanadi. Va yuqorida aytib o'tganimdek, bu yerda shu Ikkinchi jahon urushidan keyin iqtisodiyoti juda keskin rivojlana boshlanganligini ham bu yerda ko'rishimiz mumkin. 1948-49-yilda o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. 2018-yilga kelganda taxminan 38 milliard dollarni tashkil etmoqda. Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligiga keladigan bo'lsak, qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi
Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'sish tendensiyasini ko'rishingiz mumkin. 1961-yildan 2019-yilgacha bo'lgan o'sish tendensiyasi. Bu yerda 1961-yilda 40 milliard dollardan boshlangan bo'lsa, 2019-yilga kelib esa deyarli 56-58 milliard dollarga yetganligini ko'rishingiz mumkin. Bu unchalik yaxshi bo'lmasa-da, agriculture ya'ni unchalik ta'sir qilmaydi GDP uchun. Bu Fransiya qishloq xo'jaligi mahsulotlari asosan bug'doy, arpa, makkajo'xori, sut, meva, qand lavlagi va juda ko'p mahsulotlarni o'z ichiga oladi. Fransiyada ishlab chiqarilgan eng ko'p mahsulotlar, ya'ni dunyoda yetakchi mahsulotlardan qand lavlagi, ya'ni 39,5 million tonna ishlab chiqarilganligi, ya'ni dunyo bo'yicha 2-o'rinda turishi, bug'doy bo'yicha 5-o'rinda 35,8 million tonna qiymat bilan, makkajo'xori 12,6 million tonna bilan 11-o'rinda, arpa 11,2 million tonna bilan 2-o'rinda, kungaboqar urug'i esa 1,2 million tonna bilan 9-o'rinda turganini ko'rishimiz mumkin. Buning energiya sektoriga keladigan bo'lsak, ya'ni buning energiyasi qanday taqsimlangani, ya'ni consumption, iste'moli, buning yetkazib berilgan, ya'ni qaysi sohalardan energiya olishini hozir ko'rib chiqamiz. Ya'ni elektrlashtirish. Umumiy aholi, ya'ni 100%, 2022-yil ma'lumotlariga qaraganda 100% elektrlashtirilgan, ya'ni har bir hudud, ya'ni aholisi 100% elektr bilan ta'minlanganini ko'rishimiz mumkin. O'rnatilgan ishlab chiqarish quvvati 2022-yil ma'lumotiga ham 148,914 million kilovat soatni tashkil etmoqda. Iste'moli 425 milliard kilovatni, eksport 329 milliard kilovatni, import 53 milliard kilovat soatni tashkil etayotganini ko'rishimiz mumkin. Buning elektrni qanday ishlab chiqarilishi asosiy tabiiy gazdan olinadi, ya'ni tabiiy gaz ishlab chiqarilish 20,132 million kub metr gazdan foydalaniladi. Iste'moli ya'ni tabiiy gaz iste'moli 37,001 milliard kub metrni, eksport 14 million kub metrda, import 15 milliard kub metrda. Elektr energiyasi ishlab chiqarish manbalari, asosiy manbalari yadro, ya'ni yadroviy reaktiv issiqlik ishlab, ya'ni bug'ni suvni qaynatib, bug'dan energiya olish tizimidan foydalanishini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni 2000-yilda bizning shuncha energiya yetkazib berilganligi va mana bu pastdagi grafikimizda esa shuncha masalan consumption, ya'ni iste'mol qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sish tendensiyalari har bir soha, ya'ni elektr olish bo'yicha, masalan nuklear atom yadro elektridan keyin neft sohasidan, tabiiy gaz mana ko'rishingiz mumkin, masalan bioyoqilg'ilar tufayli va keyin solar, ya'ni quyosh, ya'ni shamol orqali va ko'mir orqali mana o'sish tendensiyalarini ko'rishingiz mumkin. Pastdagi ham shunga o'xshash, bu faqat iste'mol darajasi. Ikkalasi deyarli bir xil bo'lganligi uchun bu ham shunga o'xshash hisoblanadi. Buning Fransiya sanoatiga keladigan bo'lsak, bu Fransiya sanoat tarmoqlari asosan mashinasozlik, kimyo, avtomobil va metallurgiya va elektronika sohalarini o'z ichiga olmoqda. Sanoat ishlab chiqarishning o'sish sur'ati 4,6%, ya'ni 2023-yil ma'lumotiga ko'ra 4,6%ni tashkil etmoqda, ya'ni bu GDPning shuncha qiymatini tashkil etmoqda degan ma'noda. Taqqoslash reytingga keladigan bo'lsak, ya'ni 59-o'rinda turadi dunyo bo'yicha. Undan keyingi, ya'ni yalpi ichki mahsulotning xizmatlar sohalaridagi ulushini ko'rishingiz mumkin. Mana bu ushbu statistik ma'lumotlarimda Fransiyada 2008-yildan 2017-yilgacha bo'lgan xizmat ko'rsatish sohasini uchun biznes ishonch indeksini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda
2022-yilgacha ma'lumotlarimiz mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 2013-yilda mana ko'rishingiz mumkin 4 indeksni tashkil etmoqda. Ya'ni bu investitsiyalarning nima bo'ladi? Samarali, ya'ni xavfsiz investitsiya ko'payishini ta'kidlamoqda. Undan keyingi qismimizga o'tadigan bo'lsak, ya'ni 2023-yilda xizmatlar Fransiya yalpi ichki mahsulotiga eng ko'p hissa qo'shgan, ya'ni uning ulushi 70% dan sal ko'prog'ini tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana ko'k, masalan, ko'k qismimiz bu agriculture, ya'ni agriculture qancha kam bo'lsa, bu masalan davlatning qancha rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu rivojlangan davlatlar sirasiga kirishidan mana shu dalolat beradi. Mana bu qora qismi esa bu industry, ya'ni sanoatlashgan, ya'ni industrining GDPga qo'shgan hissasini ko'rishimiz mumkin va xizmatlar ko'rsatish sohasi esa mana 70-71 atrofida mana kulrang qismini ko'rishimiz mumkin. Yillar kesimida mana 2013 dan 2023-yilgacha ma'lumotlarimiz mavjud. Undan keyin Fransiya mamlakatning makroiqtisodiy istiqboli, ya'ni bu Globe Data ma'lumotlariga ko'ra, iqtisodiy o'sish 2022-yilda tiklanish kutilayotgani sababli uy xo'jaliklari mana 4,6% ga o'sishi kutilgani aytilmoqda. Mana bu 2024-yilgacha ma'lumotlar hisoblanadi. Ya'ni 2019-yilda 1,5% ga, 2020-yilda esa -7,9% ga kamayganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda masalan, ya'ni yalpi ichki mahsulot, ya'ni jon boshiga inflyatsiya darajasini ko'rishimiz mumkin. Ishsizlik, ya'ni eksport va mana juda ko'p masalan sektorlar bo'yicha bu yerda o'rtacha prognozlashtirilgan grafikimizni ko'rishimiz mumkin. Undan keyingisi esa mamlakatning makroiqtisodiy istiqbollari, ya'ni 2022-yilda Yevropa komissiya tiklanish fondi doirasida 7,4 million yevro grantlar tasdiqlandi. Ya'ni bu uy-joy, ishsizlik sug'urtasi, sog'liqni saqlash, shuningdek va 2026-yilga kelib Fransiyada 157 mingtagacha qo'shimcha ish o'rinlari yaratildi va 4,6 milliard yevro dollar iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun yoshlarga masalan grantlar ajratilganligini ko'rishimiz mumkin. Fransiya Jahon bankining 2020-yilda biznes yuritish reytingida 190 mamlakat ichida 32-o'rinni ko'rishimiz mumkin. Bu juda yaxshi natija hisoblanadi. Masalan, GDP Globe Data ma'lumotlariga ko'ra 2020-yil GDP'miz 7,9% ga qisqardi, lekin 2021-yilda yana 7% ga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bu ma'lumotlarni siz o'zingiz Google ga kirib ham qidirib ko'rishingiz mumkin globedata.com saytidan. Undan keyingisi esa Fransiya, ya'ni 2022-yil 2-chorakida GCRI 152 mamlakat ichida 24-o'rinni egallaganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu masalan xavfsiz, juda past xavfsizlik darajasi, investitsiyalar uchun xavfsiz hudud hisoblanadi. Ya'ni bu qanchalik xavfsiz hudud bo'lsa, bu investitsiyalarning ko'payishi va davlatning rivojlanishini anchagina oshirishini ta'kidlab o'tmoqda. Ya'ni GCRI mana shu test hisoblanadi. Undan keyingi ma'lumotlarimizga keladigan bo'lsak, Fransiya masalan jon boshiga, ya'ni GDP'miz yalpi ichki mahsulot jon boshiga 42 ming dollarni tashkil etyapti. Ya'ni 145 davlat ichida 21-o'rinni egallamoqda. Bu juda yaxshi natija, shu 145 ta davlat ichidan. AC masalan testi, ya'ni ranking bo'yicha 22-o'rinni va masalan 2031-yilgacha 2,11% o'sish prognoz qilinayotganligini mana ko'rishingiz mumkin. Undan keyingi ma'lumotimiz esa, ya'ni bu Fransiyaning umumiy eksporti, ya'ni shu vaqtgacha bo'lgan eksporti desak bo'ladi. Bu yerda 939 milliard dollar
milliard dollar eksport mahsulot shuncha qiymatda mahsulot eksport bo'lganligini va 5-chi o'rinda turganligini ko'rishimiz mumkin. Asosan Germaniya va Italiya bilan masalan eksport hududlari mavjud ekan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin biznes 17,88%, ya'ni eksportning, transport 9,25, turizm 6,31 qismini tashkil etishini ko'rishimiz mumkin va bu yerda masalan eksport ya'ni dunyo bo'yicha masalan global share, market share deb aytiladi inglizchasi, ya'ni bu ulushi desak bo'ladi, ya'ni har bir sektor bo'yicha dunyodagi ulushini ko'rishimiz mumkin. Masalan, mana buni ko'radigan bo'lsak, mana tekstil, agriculture, metal, kimyo, mashinasozlik, elektronika va xizmat sohalarida, masalan, mana bu transport sohasi bo'yicha 8,5, ya'ni 8,6%ni, undan so'ng esa minerallar bo'yicha, ya'ni mineral toshlar bo'yicha 2%ni, ya'ni dunyo bo'yicha shuncha ulush olayotganligini ko'rishimiz mumkin. Undan keyin buni asosiy eksport qiladigan davlatlari bu Italiya hisoblanadi. 19 milliard dollarni tashkil etmoqda. Bu 2017-yildan 2022-yilgacha bo'lgan ma'lumot hisoblanadi. Jami 123 milliard dollarni tashkil etayotganini ko'rishimiz mumkin. Undan keyin Belgiya, Germaniya, Ispaniya, Niderlandiya davlatlarini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda o'sish tendensiyani, ya'ni line grafni ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda juda yaxshi natija ko'rsatayotganini ko'rishingiz ham mumkin. Bu ma'lumotlarni yuqorida aytib o'tganimdek Google Chrome'dan mana ostida qoldirilgan link orqali ma'lumotlarimizni ko'rishingiz mumkin o'zingiz ham. Bu dunyo bo'yicha, ya'ni joylashgan lokatsiyasi desak bo'ladi, ya'ni mana bu hududda bizning davlatimiz joylashganini ko'rishimiz mumkin. Buning ya'ni export complexity, bu sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsam shuki, bu ya'ni murakkablashtirilgan eksport hisoblanadi, ya'ni murakkab sohalar bo'yicha eksportning qanchalik yaxshi ekanligini, ya'ni biznes bo'yicha 0,12 bu yaxshi natija hisoblanadi. Mana yuqorida o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. 145 davlat ichida 22-o'rinni band qilganligi bu yaxshi natija hisoblanadi va transport bo'yicha -5 ga kamayganligini va turizm bo'yicha -0,5 ga kamayganligi bu export complexity deb ataladi, ya'ni murakkab eksport deb ataladi ko'pincha o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak. Va keyingi slaydiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda shu yuqorida aytib o'tgan ma'lumotlarimga tegishli hisoblanadi bu ham, ya'ni eksport. Bu yerda Fransiya davlati mana shu belgilangan davlatlarga eksport qilganligini ko'rishimiz mumkin. Mana Marokash, Ispaniya, AQSh, Xitoy, keyin Belgiya, Niderlandiya, shu yuqorida aytib o'tgan ma'lumotlarim asosida bu joylashgan hududi bo'yicha ko'rsatilgan ma'lumot hisoblanadi. Umumiy xulosaga keladigan bo'lsak, ya'ni Fransiya murakkab sohalar bo'yicha eksporti bo'yicha 7-o'rinda turishi va buning iqtisodiyoti 2,1%, ya'ni 10 yilda 2,1% ga o'sishini ko'rishimiz mumkin. Buning ishchi kuchiga keladigan bo'lsak, ya'ni Fransiya davlatining ishchi kuchi umumiy aholi sonining 31,979 million kishi ishchi kuchi hisoblanar ekan. Bu taqqoslash reytingida dunyo bo'yicha 21-o'rinda. Bu yaxshi natija hisoblanadi. Kasbi bo'yicha, ya'ni qishloq xo'jaligi ishchilar 2,8% tashkil etadi. Sanoatimizda esa 20%ni, xizmatlar sohamizda esa 77,2%ni tashkil etadi. Buning ishsizlik darajasini ham aytib o'tishimiz kerak. Ishsizlik darajasi 7,32%ni, 2022-yil esa 7,31, 2021-yil esa 7,87%ni ko'rsatayotganini ko'rishimiz mumkin. Ishsizlik darajasi bo'yicha 212-o'rinda turadi. Menimcha bu juda yuqori natija desak ham bo'ladi.
Keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, soliq solish tizimi. Bu soliq solish tizimi har bir davlatning muhim daromadlaridan hisoblanadi. Soliq va tushumlari bo'yicha Fransiya, ya'ni 24%, masalan GDPning 24%ni soliq solish tizimidan olinadigan pul hisoblanadi. Ya'ni qiymatimiz bu dunyo bo'yicha hisoblanganda 51-o'rinni va bu yaxshi natija ekanligini ko'rishingiz mumkin. Fransiyaning asosiy soliq turi bu daromad solig'i hisoblanadi. Shu Fransiyada jismoniy shaxslar to'lashi kerak bo'lgan asosiy soliqlardan biri bu daromad solig'i. Daromad solig'i stavkasi yuqori daromadlar uchun 45% gacha bo'lishi mumkin. Ma'lum bir chegaradan o'tsagina qo'shimcha 3-4% gacha qo'shimcha to'lov, ya'ni bu daromad solig'ini olish mumkinligini ta'kidlamoqda. Mana bu barlarimizni ko'rishimiz mumkin. Bu soliq tizimining qanchalik masalan yaxshilanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu barlarimiz qanchalik kichik bo'lsa, bu soliq tizimi shunchalik pasayganligi va bu masalan turizmda rivojlanishiga, GDPning ta'siri ko'payishiga olib kelishi ko'rinib turibdi. Undan so'ng yana boshqa soliq tizimlari ham mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda shaxsiy personal soliqlarimizni ko'rishimiz mumkin. Payroll, keyin value added, ya'ni servis xizmat sohasidagi soliqlarimizni ko'rishimiz mumkin. Bu asosan OECD masalan sayti orqali olingan ma'lumot hisoblanadi. Undan so'ng Fransiyaning GDPga ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Fransiya soliq solish tizimi 43.8 ni ko'rishimiz mumkin. Boshqa davlatlar masalan Italiya, Avstraliya, Belgiya, Finlandiya davlatlari kichikroq hisoblanadi. Ya'ni bu juda yuqori natija ekanligini o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar ham OECD saytidan olingan ma'lumot hisoblanadi. Undan so'ng transport logistika hisoblanadi. Bu yerda Fransiyada 378,1 ming kishi aviatsiyada bevosita band bo'lib, 42,6 milliard AQSh dollari miqdorida iqtisodiy ma'lumot, ya'ni mahsulot ishlab chiqarishi va bu yalpi ichki mahsulotga 1,4% ta'sir qilishini ko'rishimiz mumkin va bu ishchi sonining ham ko'payishiga, ya'ni 258,9 ming kishini ish bilan ta'minlashi bu ishsizlik darajasini kamayishiga olib keladi va bu har yili AQSh dollari va hisoblaganda 144,7 milliard dollar GDPga o'z hissasini qo'shishi ta'kidlanmoqda. Undan so'ng yana transport davomini ko'radigan bo'lsak, temir yo'llari bo'yicha 27.860 kilometr temir yo'llar uzunligini ko'rishimiz mumkin va 16.660 kilometri esa elektrlashtirilgan qismi hisoblanadi. Taqqoslash reytingi bo'yicha bu jami 10-o'rinni band etgan. Suv yo'llari bo'yicha 8501 kilometri suv yo'llari, ya'ni harakatlanish mumkin bo'lgan suv yo'llari va undan 1621 kilometrni esa 3 tonnalik kemani bemalol masalan suzishimiz mumkinligi ta'kidlamoqda va bu 41-o'rinni egallamoqda taqqoslash reytingida. Bu yo'llari, ya'ni bu avtomobil yo'llari 1.090.059 kilometrni uzunlikni tashkil etadi. Bu taqqoslash reytingida jami 7-chi o'rinni ko'rishimiz mumkin. Portlar, ya'ni shu dengiz portlari, ya'ni 66 ta port mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu 66 ta port hisoblanadi. Bu yerda misol uchun Bayonne, Bordeaux, La Palisse, yana ko'pgina portlarni ko'rishimiz mumkin. Undan so'ng shu Fransiyada jami 29.901 kilometr temir yo'l bilan Fransiya 2007-yilda ikkinchi yirik Yevropa temir yo'l tarmog'idan foydalanish hisobida 2-o'rinni band qilmoqda. Bu 2017-yilda Fransiya milliy temir yo'l tarmog'ida 1,762 milliard sayohat amalga oshirilganligi va bulardan 1,270 qismi sinfiy xizmatlari, ya'ni milliy tezyurar poyezdlar orqali, 493 millioni esa
masalan RER va RATIP bo'limlaridan foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. Undan so'ng telekommunikatsiya, ya'ni har bir davlatning internet, ya'ni ommaviy axborot vositasi hisoblanadi. Bu umumiy obunalariga keladigan bo'lsak, 100 kishiga, ya'ni 22 million kishidan 100 kishiga obuna to'g'ri kelmoqda. Ya'ni bu 56 ta masalan liniyalari mavjud. Bu telekommunikatsiya uchun 2023-yil ma'lumotlariga hisoblanganda reyting bo'yicha bu 5-o'rinni band qilmoqda. Fransiyada davlat televideniyasi 4 ta tarmoqni boshqariladi. Radio France teleradio kompaniyasi esa 7 ta tarmoqni boshqarishi ta'kidlanmoqda. Aholining internet bilan ta'minlanganlik foizi 87% tashkil etadi. Bu yaxshi natija hisoblanadi. Ya'ni aholining 87% internet bilan band hisoblanadi. Bu keng polosali, ya'ni qat'iy obunalarimiz esa 100 aholiga 32,3 million obunani, ya'ni 49 ta hisobni ko'rishimiz mumkin. Bu reyting bo'yicha 8-o'rinda band etgan. Fransiya davlatini mana rasmda o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Bu yerda binafsha rangdagi qismlarimiz bu 5G tarmog'i rivojlangan qismlar hisoblanadi. Mana bu qizil va sariq hududlarimiz esa 4G va 4G+ qismlari hisoblanadi. Undan keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, bu Jahon banki bilan hamkorligi. Jahon banki bilan hamkorligi Fransiya 1945-yilda 20-dekabrda Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankiga a'zo bo'lganligi aytilmoqda. 1947-yil 9-mayda esa XTB bankining 250 million dollarlik miqdordagi birinchi kreditini olganligini aytilmoqda. Undan so'ng Fransiya va Jahon banki ikkalasi birlashgan holda kambag'al mamlakatlardagi millionlab kishilarga suv manbalarini ta'minlash, oziq-ovqat, xavfsizlik, infratuzilma, sog'liqni saqlash va iqlim o'zgarishi muammolarini yechish bo'yicha keng ko'lamda ishlar olib borilmoqda. Xalqaro tashkilotlarni ko'rishimiz mumkin. Bu Fransiyaning a'zo bo'lgan xalqaro tashkilotlari hisoblanadi. EDB, FDB, yana Arctic Council va juda ko'p tashkilotlarga a'zo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Undan mana misol uchun Arctic Council ittifoqiga a'zo bo'lgan, ya'ni bu Arktika hududidagi yaqin davlatlar, ya'ni Arktika davlatini hayvonlarni himoya qilish, Arktikani masalan muzliklarini o'rganish va shu qismlarni o'z ichiga oladi. Undan so'ng Markaziy Afrika davlatlar taraqqiyot bankiga a'zo bo'lganligi, undan so'ng Xalqaro dengiz tashkilotiga ham a'zo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Erkin iqtisodiy zonalar, ya'ni bu Fransiyaning biznes, ya'ni investitsiyalar masalan jalb qilish hisoblanadi. Ya'ni Fransiya Business France ma'lumotlariga ko'ra 2023-yilda xorijiy investorlar Fransiyada 1815 ta bitim tuzgan bo'lib, natijada 59254 ta ish o'rni yaratilganligi va Qo'shma Shtatlar ham Fransiyadagi yetakchi xorijiy investor bo'lib, 305 ta yangi loyihani sarmoyaga kiritib, 12000 ish o'rni yaratganligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda korporativ soliq stavkalari 2022-yilda 33,3% dan 25% ga tushganligi, bu investorlarni yana ko'proq jalb qilganligi, bu qiymat solig'i bo'yicha badalni, ya'ni juda qisqarganligi, bu investitsiya, ya'ni investorlarni sarmoya kiritish uchun osonroq erkin iqtisodiy zona yaratganligi hisoblanadi. Bu undan keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, bu GDP, ya'ni yalpi ichki mahsulot 1987-yildan 2023-yilgacha bo'lgan ma'lumotlar ko'rishingiz mumkin va 2029-yilgacha prognozlarni ham taxminiy tendensiyasini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda masalan 2023-yilda Fransiyada GDP'miz
3 trillion AQSh dollarini tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu GDP qanchalik rivojlanganligi yuqori bo'lsa, bu davlatning rivojlanganlik darajasini ko'rsatadigan xislatlardan hisoblanadi. Undan keyin GDPning jon boshiga, ya'ni yalpichkoq mahsulotning aholi jon boshiga qanchadan to'g'ri kelishini bu yerda ham 1987-yildan 2029-yilgacha ma'lumotlarimiz prognozlashtirilgan hisoblanadi. Bu yerda 2022-yilni ko'rishimiz mumkin. Masalan, bu yerda Fransiyada shu 42.582 dollarni tashkil etayotganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu gorizontal bu qiymatlar hisoblanadi, vertikal bu yillar hisobida ko'rishimiz mumkin. Bu GDPga ta'sir qiladigan asosiy ishsizlik darajasi hisoblanadi. Ishsizlik darajasi ya'ni qanchalik kam bo'lsa, bu GDPning, ya'ni mamlakatning iqtisodiy rivojlanganligini ko'rishi mumkin. Ya'ni bu yerda ishsizlik darajasini ko'rishimiz mumkin. Mana qanchalik yuqori, ya'ni pastlaganligini, bu qanchalik past bo'lsa biz uchun juda yaxshi natija hisoblanadi va bu tendensiyamiz pasayib bormoqda. Bu iqtisodiy rivojlanganlikdan darak bermoqda. Bu raqamli iqtisodiyot. Bu raqamli iqtisodiyotni ko'pchiligimiz bilamiz. Raqamli iqtisodiyot bu raqamli ommaviy axborot, ya'ni ham ko'p ma'lumotlarning raqamlashtirilishi. Fransiyada 10,2 milliard yevro miqdorda, ya'ni raqamli iqtisodiyot uchun byudjetlashtirilgan, ya'ni ajratilgan hisoblanadi. Bu yerda mana ko'pgina ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. 5G 100% ta'minlanganligini, keyin cloud bo'yicha 44, ya'ni raqamli bulutlashtirish 44%, data analitik esa 39,6% tashkil etganligi bu yaxshi natija hisoblanadi. Masalan, qolgan sohalarni ham o'zingiz ko'rib olishingiz mumkin. Internetga kirish bo'yicha 2017-yilda 84%ni tashkil etmoqda. 2006-yilda esa bu 2 barobarga mana oshganligini ko'rishimiz mumkin. 2017-yilda har 5 kishidan 1 kishi bu ko'nikmaga, ya'ni internetdan foydalanish ko'nikmasiga ega emasligi, 8 kishidan esa 4 kishi bu internetdan foydalanishi bu yerda bizning ma'lumotlarimiz tasdiqlamoqda. Undan keyingi kriteriyamiz bu turizm hisoblanadi. Ya'ni Fransiyani juda turizm bo'yicha yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Bu yerda 2019-yildan 2023-yilgacha Fransiyaning turizmi qanchalik rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin va bu yerda rivojlanish tendensiyasi, ya'ni prognozi 2034-yilgacha ham rejalashtirilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu 2013-yilda Fransiya turizm bo'yicha, ya'ni GDPga qo'shgan hissasi 79,8 milliard yevro hissa qo'shganligi, bu esa 30%, ya'ni 30% qismini tashkil etishini ko'rishimiz mumkin. 2023-yilda Fransiya GDPga qo'shgan hissasi, ya'ni turizm GDPga qo'shgan hissasi 100 millionga yetganligi va 2023-yilda sayohat va turizm bo'yicha yetakchi, ya'ni birinchi o'rinda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerga 2023-yilda Fransiyaga tashrif buyurgan turistlarimiz 100 millionga yetganligi bu juda yaxshi natija va yetakchi, peshqadam, birinchi o'rinda olmoqda. Undan keyingi kriteriyamiz bu yana shu turizm bo'yicha eng mashhur turizm joylaridan bu Eyfel minorasi hisoblanadi. Eyfel minorasi 1889-yilda jahon ko'rgazmasi, ya'ni Gustav Eyfel tomonidan qurilgan bo'lib va bu Fransiyaning eng mashhur turizm hududlarida hisoblanadi. Keyin innovatsiyalar, ya'ni innovatsiya va ilmiy tadqiqot ishlari bo'yicha Fransiya GEE reytingi bo'yicha 12 va 17 va 10 o'rinlarni tashkil etmoqda. Ya'ni Fransiya 51 ta yuqori daromadli iqtisodiy guruhlar orasida 11 o'rinni egallaganini, Fransiya Yevropaning 39 ta iqtisodiyoti orasida 8 o'rinni egallaganini ko'rishimiz mumkin.
Bu GE testi 133 ta iqtisodiyot orasida 12-chi o'rinda, ya'ni umumiy 12-chi o'rinni olayotganligini ko'rish mumkin. Ya'ni bu innovatsiyalar kiritish, ya'ni innovatsiyalar qancha ko'p qabul qilishi bu mamlakatning o'rnini belgilab beradigan hisoblanadi. Undan keyingisi innovatsiyalar mana ko'rishimiz mumkin. Ya'ni shu GEE Global Innovatsiyalar Indeksi hisoblanadi. Ya'ni jahon iqtisodiyoti ularning innovatsion imkoniyatlariga ko'ra tasniflaydi. Taxminan 80 ta ko'rsatkich o'rtasida baholanib, bu umumiy innovatsiyalarning kuchli va zaif tomonlarini o'lchashini va shunga qarab o'z o'rnini belgilab berishi mumkin. Undan keyin O'zbekiston bilan munosabatlari bu eng asosiy kriteriya hisoblanadi. Bu O'zbekiston bilan aloqalari, ya'ni O'zbekiston Fransiya savdosi 2023 yilda O'zbekiston Fransiyaga 98,6 million dollar eksport qildi. O'zbekiston asosan eksport qilgan mahsulotlari bu radioaktiv kimyoviy moddalar, o'simlik sharbatlari va keyin masalan moddalar, shu aytib o'tganimdek uran yetkazib berish bo'yicha peshqadam hisoblanadi Fransiyaga. So'nggi 5 yil ichida O'zbekiston Fransiyaga eksporti yillik 54,4% ga o'sdi. 2018 yildagi 11,2 million dollardan 2023 yilda 98,6 million dollarga yetdi. Fransiya O'zbekiston savdosi, ya'ni 2023 yilda Fransiya O'zbekistonga 581 million dollar eksport qildi. Ya'ni shuncha qiymatda mahsulot eksport qilganligi. Bu asosan mahsulotlarimiz samolyotlar, vertolyotlar, kosmik kemalar bo'yicha, ya'ni 245 million dollarni, keyin xushbo'y atirlar bo'yicha, ya'ni mashhur parfyum mahsulotlari bo'yicha, keyin sanoat yog' kislotalari bo'yicha yetakchi peshqadamlik qilmoqda eksport bo'yicha. Oxirgi 5 yil ichida tahlil qiladigan bo'lsak, Fransiya O'zbekistonga yillik 32,4% ga oshib, ya'ni eksporti shunchaga oshgan holda 2018 yildagi 143 million dollardan 2023 yilda 581 million dollarga yetganligini ko'rishimiz mumkin. Taqqoslaydigan bo'lsak, bu O'zbekiston iqtisodiy, ya'ni murakkab mahsulotlar ishlab chiqarish indeksida 74-chi o'rinda, jami eksport bo'yicha 24,3 million dollar bilan 72-chi o'rinni egallaganligini, Fransiya iqtisodiy murakkab indeksida shu yuqorida aytgandek 16-chi o'rinda va umumiy eksport bo'yicha 635 milliard dollarni bilan 7-chi o'rinni egallamoqda. Bizning mana Fransiya Louvre muzeyini ko'rishingiz mumkin. Bu ham mashhur turistik hududlardan hisoblanadi. Bu undan so'ng Fransiya mana umumiy ko'rinishi. Sizlarga qo'ldan kelgancha Fransiya iqtisodiyotining 18 ta kriteriya bo'yicha ma'lumotlarni tahlil qilib berdim. Xudo xohlasa qandaydir kamchiliklaringiz yoki fikr mulohazalaringiz bo'lsa, kommentda yoki pastda qoldirilgan telefon raqamlariga o'zingizni takliflaringizni yuborishingiz mumkin. Sizlar bilan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 1-kurs bakalavr talabasi Jo'rayev Samandar bo'ldi. Sog' salomat bo'ling.